Assalomu alaykum. O'zi biror munosabat aytgandan keyin boshqa fikrlardan kelib chiqib, yana qo'shimcha izoh berishni yoqtirmayman. To'g'risini aytaman, yoqtirmayman va kerak emas deb hisoblayman. Tushungan tushunib oladi, tushunmaganga ko'p vaqt sarflab o'tirishni keragi yo'q. Ya'ni hayot o'zi tushuntirmasa qiyin degan shunaqa pozitsiyadaman. Lekin bugun boya o'sha qamalgan Taftiz.uz jurnalistlari haqida gapirganimdan keyin izohlarda yozilyapti ekan va bir qator o'zimni tanishlarim ham menga yozibdi. Rasul aka, siz aybsizlik prezumpsiyasi haqida gapiryapsiz, lekin nimaga mana Farg'onalik maktab direktori Gulirano ismli ayol bilan bog'liq holatda shunga rioya qilmadingiz? Sizga nima qilsangiz to'g'ri kelaveradi, boshqalarga sholpillab qoladimi deb yozibdi. Xo'p, men bu ulardagi bunday e'tirozli fikr ikkita holat bo'yicha yetarli axborotga ega bo'lmaganligi sababidan aytilyapti deb o'ylayapman. Shunaqa yaxshi gumondaman. Sababi o'sha maktab direktori bilan bog'liq bo'lgan holatda unga nisbatan noqonuniy harakatlar qilinganligi, xizmat vakolatidan chetga chiqish, hujjat soxtalashtirish kabi ishlar bo'lganligi sud orqali isbotini topgan o'rtoqlar. Ya'ni biz fikr aytishda nimadir masalani ko'targan bo'lsak, aybsizlik prezumpsiyasiga rioya qilgan holda sud orqali aybdor deb, jinoyatchi deb topilgan ikkita shaxs bor. Bu yerda ikkita mansabdor. O'sha haqida gapirgan bo'lishimiz mumkin. Endi qo'shimchasiga u ayol, ya'ni jabrlanuvchi yana boshqalar ham bor edi deb bir ketada 8-9 ta odam haqida o'zini fikrini, munosabatini aytgan. Men u haqida gapirmaganman. Men haqiqatdan hali u 8-9 ta odamni aybi bormi, yo'qmi, u sud orqali isbotlanishi kerak, tergov surishtiruvlar bo'lishi kerak. U haqida gapirmadik. Lekin o'sha holat haqida aytganda qisman aybdorlar borligi va ularning aybi, ya'ni jinoyati sud orqali isbotini topganligi faktidan ko'z yumib bo'lmaydi. Bu boshqa holat. Ya'ni endi mana bu jurnalistlar bilan bog'liq holatda hali sud bo'lgani yo'q. Tergov hali tugagani yo'q. Eng qizig'i, hali tergov davrida bularning aybi isbotlanadimi, yo'qmi? Bu ham hali dargumon. Ya'ni bular gumonlanib qo'lga olinibdi deyilyapti. Ya'ni tergov davrida ham insonning aybi isbotlanmasa oqlanib ketishi mumkin. Agar isbotsiz, yetarli dalilsiz agar bo'yniga qo'yiladigan bo'lsa, ertaga sudda o'sha soxta qilib kimgadir ayb qo'yishga harakat bo'lsa, mana bu yuqorida nima deydi? O'tganda bo'ldi-ku, 3 ta sudya mana qamaldi. Xuddi shunga o'xshab shu ishni uyushtirganlar o'zi qamalib ketishi mumkin. Hozir shunchaki axborot maydonida ularni gumonlanib qamoqqa olinganligi haqida ma'lumot ketyapti. Lekin bu ular 100% aybdor degani emas. Mana aybsizlik prezumpsiyasi. Ya'ni oqlanish amaliyoti bizda bor. Mana 5-6 ming odam oqlangan mana shu kunlar atrofgacha, mana oxirgi yillarda. Shu boisdan men faqatgina shu qonuniylik, konstitutsiyaga rioya qilaylik degan fikrda aytayapman. Xo'p, menga ham sholpillab qoladi agar aybsizlik prezumpsiyasiga rioya qilmasam. Faqat sud orqali aybdor deb topilib jinoyatchi tamg'asi ilingandan keyingina biz uni aybdor deyishimiz mumkin. Demak, yuqoridagi maktab direktori Gulirano bilan bog'liq masalada aybdorlar bor, ikkita aniq, ikkita jinoyatchini jinoyati bo'yniga qo'yilgan. Так что u boshqa holat. U haqda gapirib to'g'ri qilganmiz. Lekin qolgan 5-6 tam yana 7-8 tasi bor ekan, biz uni bilmaymiz kimligini. U haqda gapirmayapmiz. Mana shu o'rtoqlar. Shu boisdan bunaqa holat, gumonlanish, tergov ishlariga jalb qilinish har qanday inson bilan sodir bo'lishi mumkin. Bu jarayonda daxlsiz insonning o'zi yo'q. Shu kecha kunduzi o'tirganda istalgan inson gumonlanishi mumkin. Kimdir mana shunaqa qilgan deb turib ikki og'iz ma'lumot bersa, tuhmat qilibmi, boshqa qilibmi, shuni tekshirish uchun ham gumondor sifatida jalb qilinishi mumkin. Yoki ayrim holatlarda bo'ladi, ayb e'lon qiladi gumondorlikdan keyin tergov organi tomonidan. Bu bitta tergov organining versiyasi, u aybdor deb o'ylaydi. Lekin konstitutsiyada aniq yozib qo'ygan, toki sud orqali
kimnidir qilgan jinoyati bo'yniga qo'yib berilmaguncha u aybsiz hisoblanadi. Ya'ni tergov organi ayb e'lon qilganda ham biz uni shu jinoyatni qilgan deb hisoblay olmaymiz. Mana aybsizlik prezumpsiyasi. Tushunyapsizmi? Biz bor yo'g'i shunga rioya qilinishini so'rayapmiz va yana esingizda tuting. Bunaqa holat har bir insonni boshida bo'lishi mumkin. Agar har bitta gumonlangan odamni avtomatik oldindan aybdor deb turib uni hammaga tarqatamiz, ular shunaqa ekan deb miyaga singdirilamiz deydigan bo'lsa, bilasizmi, qancha million odamlar hozir yoki sizni biz taniydigan qancha yaqin tanishlarimiz xuddi shu tamg'a yopishtiriladi. Jinoyatchi degan. Baraka topkur. Gumonlandi degani u jinoyatchi degani emas. Xo'p, bor yo'g'i shu edi. Lekin bosh xohishimiz kimnidir yonini olish emas. Bosh xohishimiz shunchaki konstitutsiya, qonun ishlasin. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, kimnidir yomon ko'rasizmi, yaxshi ko'rasiz, farqi yo'q. Diktatura qonun bo'lsin, konstitutsiya bo'lsin. Shaxslarning xohishi diktatura bo'lmasin. Mana shu xolos aytmoqchi bo'lganimiz. Agar qonun diktaturasi bo'lsa, ya'ni qonun so'zsiz ishlasa, qonun hech kimga shafqat qilmay bir xil qaraydigan bo'lsa, ana shu joyda taraqqiyot, rivojlanish bo'ladi. Agar shaxslarning xohishiga qarab turib qo'llanilsa, zakaz ish, norozilik, nima deydi, tosh otish va hokazo, investitsiyani kirmasligi, odamlarni davlatga, jamiyatga nafrati oshib borishi kuzatiladi. Biz shu narsa bo'lishini xohlamaymiz. Bor yo'q istagimiz shu. Qisqacha yetkazmoqchi bo'lganim shu edi. Umid qilamanki, boshqa yana izohlaydigan bunaqa masala bo'lmaydi. Marhamat, sud orqali aybi isbotlangan odamni jinoyatchi deb hisoblang. Lekin sud orqali isbotlanmagan bo'lsa, uni jinoyatchi deya olmaymiz. Farq shunda. Katta rahmat, sog' bo'ling.